Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Doniyoruz kanalining ashaddiy obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Avvalambor kanalimizga xush kelibsiz azizlar. Ushbu videoroligimizni sarlavhasidan ko'rib videoga kirganinglardek, bugun sizlar bilan Xudo xohlasa Umra ziyoratlari narxlari haqida gaplashamiz. 2026-yilda yanvar va fevral oyiga narxlar qanaqa bo'lyapti? Eng muhimi, Ramazon oyiga narx chiqdimi deganlarga Xudo xohlasa yangiliklar bor. Endilikda nafaqat 14 kunlik paket Ramazon oyini to'liq umrada o'tkazaman deganlarga bir oylik paketlar ham bo'lgan. Qaysi viloyatdan qaysi kunlarga reyslar bor? Makka va Madinadagi mehmonxonalar, masofalar, u yerda beriladigan taomlar, hamma savollarga Xudo xohlasa Qudratullohdan javoblarni olgani Hikmat Travel'da qonuniy ofisiga yetib kelganmiz. Qudratulloh obunachilar bilan salomlashasiz, videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, hurmatli vatandoshlar, qadrli dindoshlar. Xo'p, Qudratulloh endi qisqaroq qilib imkon qadar obunachilarimizga, dindoshlarimizga, vatandoshlarimizga ma'lumotlarni beraveramiz. Hozirda mana 2026-yilda yanvar oyida turibmiz. Yanvar va fevral oyiga qaysi viloyatdan reyslar qo'yildi? Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkentdan Jidda reyslari ham, Madina reyslari ham, primoy reyslar yo'lga qo'yilgan. Bizda perisadka bo'lmaydi. Demak, 4 ta viloyatdan reys bor hozir. Shunaqa. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent. Shunaqa. Xo'p. Yanvar oyida, fevral oyida ham endi men tushunishim bo'yicha har 2-3 kunda reyslar bor. Qaysi kunga o'ziga ma'qul bo'lsa, qo'ng'iroq qilib joyini belgilasa bo'ladi. Shunday. Ramazonga ham narxlar, paketlar chiqdi, ha? Ramazon oyiga xudo xolasa narxlar chiqqan. Birinchi 10 kunliklarimiz $1100 chiqdi. Ikkinchi 10 kunliklarimiz $1200 chiqdi. Uchinchi 10 kunliklarimiz narxi hali beri chiqmadi, lekin 1 oylikda narxi chiqdi. Agar men qadr kechasiga bormoqchiman yoki men 1 oy turmoqchiman, Ramazonda to'laqonli o'sha yerda o'tkazmoqchiman yoki ota-onamga shu narsani hadya qilmoqchiman, 1 oy davomida Ramazonda o'tkazib kelsin umrada degan vatandoshlarimizga summalari $2000 dan chiqdi. Bu 1 oylik paketning narxi azizlar, 14 kunlik bilan almashtirib olmanglar. 1 oylik paket narxi ro'za Ramazon oyida $2000 da tashkil qiladi. Xo'p, uni bonuslari ham bormi yo bo'ladigan narximi bu? Bu bo'ladigan narxi. Bo'ladigan narxi. Lekin katta ehtimol bilan endi har doimgi nimadan kelib chiqib gapiramiz, voqealardan bo'layotgan narsalardan. Ramazonda oxirgi 10 kunligi qimmat bo'ladi. Narx ko'tarilib ketadi. 1600 atrofi bo'ladi, vallohu alam. Shu 3-10 kunlikka qadr kechasi, hayit namoziga bu yerda yana $400 plus 1 oy bo'lyapti. Endi avvalambor Alloh biladi bu narsani, lekin har yilgi bo'layotgan narsalardan kelib chiqib aytyapmiz, katta ehtimol bilan baribir qimmatlaydi. Chunki joy qolmay qolishi mumkin qimmatlashidan ham $2000-$3000 ham kerak bo'lsa joy topa olmasdan через пересадка qilishi. Musulmonlar yig'iladigan payt ro'za Ramazoniga ko'pchilik boradi baribir. Shu sababdan oxirgi 10 kunligiga qimmatlaydi, lekin hozirda mana yanvar oyida turib yoki fevralda boshi deymizmi, shu o'ziga 1 oylikmi yoki 14 kunlik paketni xarid qilib qo'yish imkoniyatlari bor. Albatta, hurmatli obunachilar, Doniyoruz kanalining qadrli obunachilari, oldindan 1 so'm to'lamasdan o'zingizlar joylarda $2000 konkret qilib bron qilib qo'ysanglar bo'ladi. Sizlardan bittagina Zagram pasport talab qilinadi. Telegramda rasmga olib tashlab bersanglar, xudo xolasa, o'zingizlarda joylar bemalol bron qilinadi. Yo'q, men ofisga kelaman, onlayn ishlamayman degan odamlargacha. Albatta, Andijonda, Surxondaryoda, Farg'onada, Toshkentda ofislarimiz bor. Toshkentdagi ofisimiz hozir ishlamayapti. Shu Andijon, Farg'ona, Surxondaryodagi ofislarimiz hozircha ishlab turibdi, bemalol. Bo'ldi. Qudratulloh shu o'ng tarafda turgan kompaniyaning litsenziyasi azizlar, hammasi qonuniy, ishonarli, bemalol qonuniy umra ziyoratini so'raganlarga yuborib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir standart paketlar, oddiy paketlar nech pul bo'lyapti? Standart paketlarimiz ham bor. Xohlasanglar 14 kunlik bo'ladi. Summalari $1100 belgilangan. Fevral oyining 15-sanasigacha. Tushunarli. Yanvar oyiga, mana 2026-yanvar oyiga qolaversa 15 kun, fevralga 15-sanagacha $1100 belgilandi. Shunaqa. Xo'p, endi bu videoni ko'rib keldim desa, qanaqadir bir bonus qilib berasizlar? Albatta, hurmatli obunachilar, agar Qudratulloh o'z kanalidan yoki Doniyor o'z kanalidan, Vodiy bozor kanallaridan ko'rib keldim deydigan vatandoshlarimiz bo'lsa, albatta, bu kanallar uchun bizda bonus limiti bor. Agar niyat qilganlar bo'lsa, o'sha kanallarda nomini aytib operatorlarimizga chiqadigan bo'lsanglar, hurmatli obunachilar, chegirmalarni $20 dan qilib beramiz. Xo'p, shu borada eslatib o'taman, hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, avvalambor hammanglarga rahmat, like bosib kanalimizga obuna bo'lib, biz qo'llab-quvvatlab, yaxshi fikrlar yozayotganlarga Xudo xohlasa obuna bo'lib qo'ysanglar, bu kanallarda bir bekorchi videolar ko'rmaysizlar, faqat manfaatli videolar ko'rasizlar. Qolaversa, shu umra ziyorati 14 kunlik umra ziyorati tugaguncha kunlik videolar qo'yib boramiz. Albatta. Xo'p, endi asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, umra ziyorat paketini xarid qildim men, masalan, o'zimdan qiyos qilaman.
to'g'ri aeroportga boraman, o'zinglar aytasizlar qaysi soatga uchishini, qaysi viloyatdan oladigan bo'lsam paketni 50 boshi aeroportda men bilan birgalikda ketib 14 kun mobaynida biz bilan bo'ladi. Albatta. 50 boshi Aeroportda O'zbekistondan ko'rishasizlar 50 boshi bilan. Aeroportda kelasizlar, 50 boshi bilan ko'rishasizlar. Xohlasanglar to'lovlarni aeroportda bersanglar ham bo'ladi. Ofisga kelib ham o'tirmaysizlar. Hurmatli obunachilar, albatta bu sizlarning toqat quvvatinglarga, kayfiyatinglarga qarab. Endi bu o'zingizlarning xohishinglar. Xohlasanglar bankka kirib to'laylar, xohlasanglar ofisimizga kelib to'laylar. Agar kelishlik imkoniyatinglar bo'lmasa, o'zimizda оборотda pul bor, yonimizdan tikib turaveramiz, aeroportda bersanglar ham bo'laveradi. Bu albatta imkoniyati yo'q odamlar uchun. Endi eng oxirgi masalan men ishonmayman degan odam bo'lsa ham 1 so'm pulsiz demak paket xarid qilib aeroportda ishonib masalan gruppaga qo'shilgan joyda kelishga imkoniyati yo'q odamlar uchun faqat bu. Masalan Tojikistondan bo'lsa, Vohadan bo'lsa, Andijonga boramanmi yoki Toshkentga kelamanmi yoki Farg'onaga boramanmi, meni borishga imkoniyatim yo'q. O'zingizlar qilib turaveringlar, shu aeroportda beraysiz. Bizga ham udobniy bo'lsin deydigan vatandoshlarimiz bo'lsa, konkret ishonchliman deydiganlar bo'lsa albatta to'lovlar sizlar xohlagan usulda. Xohlasanglar bankka kirib to'lab qo'yinglar, xohlasanglar aeroportda beringlar, xohlasanglar ofisga kelinglar, albatta toqat quvvatinglarga, kayfiyatinglarga qarab. Tushunarli, lekin biz bilamizki, Hikmat Travel'ga masalan banklardan to'lov qilsa ham bo'ladi. Albatta, bemalol. Qonuniy bo'ladi bankdan to'lasa. Qanday bo'lsa ham ular to'lovni qilsa bemalol borib kelaveradi. Bemalol, odamlar xohishiga qarab. Shu paket narxining ichiga aviabiletlar, viza, mehmonxonalar, taomlar hamma narsa ichiga kiradi. Bir chekkadan sanab beradigan bo'lsam, so'nggi kamzor birja aeroportda beriladi, shu pulni ichiga kiradi. 50 boshini xizmati. 50 bosh aeroportda ko'rishasizlar 50 boshi bilan. Sizlarni aeroportdan olib ketib 14 kunlik ziyorat qildirib qo'yadi. Va undan tashqari vizani qo'lingizlarga beradi. Vizani ham aeroportda olasizlar. Viza bordi keldi biletinglar shu pulni ichida bo'ladi. Transport xizmati polniy. Aeroportga tushasizlar, gastitsaga boradi, gastitsadan ziyoratga olib chiqadi. Polniy Makkadagi transportlar, haramga qatnaydigan transportlar hammasi u ham ichida bo'ladi. Gastitsa Madinada 2 kecha 3 kun davomida bo'ladi, 2 kunlik gastitsa. Makka Mukarramada 11 kunlik gastitsa. Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomi, Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomi. Hammasi shu pulni ichiga kiradi. Undan tashqari 50 bosh olib chiqib Madina ziyorat, Makka ziyoratlarini qildirishga ham albatta shu pulni ichiga kirib ketadi. Tushunarli, Qudratilo, endi hali qisqaroq qilib yana qaytarib o'tib ketamiz. Hozir ziyoratlar mana umumiy hisobda olganda nafaqat hozir oldin ham Madinadan boshlanadi. Shunday. 2 kun 3 kecha bo'ladi deyapsiz. 2 kun 3 kecha bo'ladi. 2 kecha 3 kun bo'ladi. 2 kecha 3 kun bo'ladi. Madinadan boshlanadi ziyoratlar. Shunday. Xo'p, Madinadagi mehmonxonalar masofalari 300 metrga yaqin bo'ladi uzog'i. 100 metrdan boshlab 300 metrgacha bo'ladi. Eng yaqini 100 metr, eng uzog'i 300 metr atrofi bo'ladi. Xo'p, Makkadachi? Makkada 700-800 metrda Sama al-Misk, Ummul Quran Misk, 1 kilometrdan oshiqroqda Fajr al-Badi 6, 1,5 kilometrda Mirror Roadda Rodak Tosher degan gastitsalar bor. Joy boriga qo'yamiz aka, buni va'da qila olmaymiz. Hozir 700 metrdan 1,5 kilometrgacha bo'lyaptimi? Shunday 700 metrdan 1,5 kilometrgacha standart plus paketlarimizda shu aytib o'tgan $1100 paketimizda shu amal qiladi. Xo'p, Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Madinada obed ujum beriladi. Makkada 3 mahal. Marg'ilonlik povlar 3 mahal xizmatinglarda. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, endi ziyoratchilarimiz o'zlariga uylaridan nima olib olishligi kerak? Hozirgi kunda Makka Mukarramada, Madina Munavvarada sovuq bo'lyapti. Shuning hisobiga sal issiqroq kiyib olinglar. Undan tashqari yana nima tavsiya qilsak bo'ladi obunachilarimizga, asosan yosh kattalar bo'ladi, davlenasi oshadi, davlenani me'yoriga keltiradigan dori olinglar. Undan tashqari yana nima olaylik deydigan vatandoshlarimiz bo'lsa, tomoq yallig'lanishiga qarshi dori olinglar, grippga qarshi dori olinglar, og'riq qoldiradigan dori olinglar. Albatta bularda nimaga aytib o'tyapman? Men tetikman, men zo'rman degan odamlarda ham albatta u yerda issiq havoda muzdek zamzamni ichadi. Birinchi o'rinda tomog'ini oladi. Tomoq yallig'lanadi. Ikkinchi o'rinda tomoq yallig'langani hisobiga gripp bo'ladi. Doktorimiz ham bor albatta Makkada davolaydi, dorilari bor. Endi o'zingizlar zapas olganlar ham sizlarga ziyon qilmaydi. Bo'ldi, tushunarli. Demak, hozirgi kunda azizlar mana 2026-yilda yanvar oyida turibmiz. Yanvar oyi va fevral oyining 15-sanasiga qadar narxlar $1100 dan bo'lyapti. Mehmonxonalar masofalari Makkada 700 metrdan 1,5 kilometrgacha, Madinada bo'lsa 100 metrdan boshlab 300 metr oralig'ida bo'ladi. Shunday. Taomlar Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal beriladi. O'zbek milliy taomlari. Xo'p, ziyoratchilarimiz ziyoratlarni qilib O'zbekistonga qaytayotgan vaqtida 5 litrli zamzam suvi hadya qilinadi. Zamzam hadya bo'ladi. Xo'p, endi hozirgi kunda Ravzaga kirilyaptimi? Ravzaga olib kirilyapti. Bo'ldi, kirilyapti. Olib kirilyapti. Xudo xohlasa endi qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berdik. Azizlar, qanaqa savolinglar bo'lsa, bemalol operatorlarimizga aloqaga chiqib, hozirdan joylaringlarni band qilsanglar bo'ladi. Xudo xohlasa Hikmat Travel bilan anchadan beri ishlaymiz. Xudo xohlasa hali hech kim noligani yo'q.
bemalol aloqaga chiqib, ishonarli litsenziyaga ega bo'lgan qonuniy firma so'raganlariga yuborib qo'ysanglar bo'ladi. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Qanaqa savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qudratulloh, rahmat sizga ham. Xayr, hammaga obunachilar, sog' Yaxshi bo'linglar, salomat bonuslarni qilib bo'linglar. berasiz degan Inshaalloh biz umiddamiz. xizmatda Vodiy bozor kanalidan ko'rdim deb chiqadiganlarga albatta bonuslari bor operatordan. Bizning bonusimiz bor $20 deb so'ranglar. Agar so'ramasanglar operator ham qilib bermaydi, chunki bizning reklamalarimiz ko'p. Obunachilar, imkon bo'lsa bir qator so'rab qo'yasizlar. Xayr hammaga. Shu videoni ko'rdim desa, masalan, hozir bu videomiz Doniyor Rus kanaliga chiqyapti. Farqi yo'q. Shu raqamga qo'ng'iroq qilib, YouTube'da videolarni ko'rdim desa, $20 bonus qilib berasiz. Albatta. Xo'p bo'ladi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.